Pulli kurslarda sotiladigan chitir-chitir somsa retseptini men sizga tekinga o'rgataman. Evaziga bitta yurechani bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bir kosa suvga 1 choy qoshiqda tuz solib, 850 gram atrofida unni qo'shamiz va o'rtacha qattiqlikdagi xamir qoramiz. Xamirni 4 bo'lakka bo'lib tindiramiz. Xamirlarimiz tingach, ularni yupqa qilib yoyamiz. Kulminatsiya bu somsamizning asosiy siri ichiga suriladigan yog'idir. Slayonli xamir uchun mo'ljallangan margarin, hidsiz mol yog'i va pista yog'ini teng miqdorda qo'shamiz. Yoyilgan xamirimizga omixta yog'imizni surib, ustma-ust hammasini yog'lab taxlab chiqamiz va xamirni o'zimizga tortib o'rab olamiz. O'ralgan somsa xamiri kamida 2 soat yokida 1 kun xolodilnikda tinishi kerak. Xolodilnikda tinmagan somsa xamiri hech qachon qisir bo'lib chiqmaydi. Albatta xolodilnikda tindiring. Bu asosiy sirlardan biri hisoblanadi. Xohishingizga ko'ra qiyma tayyorlab olasiz. Xamirlarni kesib, yoyib olamiz. Ko'proq chetlarini yoyib, o'rtasini qoldiramiz. O'rtasiga qiymani solib, stakanga qo'yib tugib olamiz. Bu tugish usuli albatta juda chiroyli chiqadi. Lekin menga o'xshagan 3 ta bolali onalarning vaqti bunday tugishga yetmaydi. Biz ota-bobolarimiz qilgan ishni qilamiz. Xamirimizga qiymani solgandan keyin chetlarini yuqoriga ko'tarib, bosib tugib olamiz va burchaklaridan ichkariga qarab itarib qo'yamiz. Shunda uni stakanda tugmasangiz ham xuddi stakanda tugilgandek bo'lib chiqadi. Somsani listga joylaganda oralarini biroz ochib qo'ying. Shunda hamma joyi bir tekisda qizarib pishadi. Ustiga tuxumni suramiz va 180 gradusda pishirib olamiz. Osh bo'lsin, shifo bo'lsin, ibodatingizga quvvat bo'lsin.